Shunda rejissyor aytadiki, shu bilan sport qilib o'tiramanmi? Beparasat. Tramp telefon qiladi Kris Kolumbusga. Aytadiki, bilasiz, men o'ylab ko'rdim. Yana bitta shartim bor. Mana shu kinoda albatta rol o'ynashim kerak. Sani ota-onalaring yana bir marotaba uyingda esdan chiqazib, boshqa joyga ketib borishsa, bizga albatta xabar bergin. Biz kelib, uyini himoya qilishga yordam berib yuboramiz. Kris Kolumbus bizni Ahad Qayumdan bemalol dars olsa bo'ladi mana shu masalada. Shunda Kevin tog'asi aytadiki, hech xavotir olmang, men sizga hozir bir narsani aytamanki, sizga bu narsa dalda beradi va psixologik yordam beradi. Chunki men ham mana shu uyda o'z ko'zoynagimni esimdan chiqarib qo'ydim. Chunki u o'rgimchak juda ham qimmat va agarda u odamni sal balandroq ovozni eshitsa, uni yuragiga yorilib ketishi mumkin. Reception qayerda deb so'raydi. Ya'ni o'sha paytda Donald Trump o'sha kinoda haligi ketmon ko'tarib o'tib ketgan desa ham bo'ladi. 1990-yilda katta ekranlarga Uyda yolg'iz kinosi chiqqanda mana shu Makalisterlar xonadoniga haqiqiy demak bolajonlar butun dunyodan xat yozishgan. Kevin, agarda sani ota-onalaring yana bir marotaba uyingda esdan chiqazib boshqa joyga ketib borishsa, bizga albatta xabar bergin. Biz kelib uyini himoya qilishga yordam berib yuboramiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Makalisterlar xonadoniga xush kelibsizlar. Bu uy xuddi Kevinning o'ziga o'xshab juda ham mashhur. Gap shundaki, bu kino 1990-yilda chiqqanda unga atiga 18 million dollar ishlatilganda xolos. Lekin natijada $1,5 milliard sof foydani rejissyor qilgandi. Keyin 1992-yilda bu kinoning davomi chiqqan va u demak kino ham mana shu uyda olingan, lekin afsuski daromad kamroq bo'lgan. Nimaga kamroq bo'lganligini men sizlarga videoning oxirida aytib beraman. Bugun esa sizlarga ushbu xonadon haqida va qolaversa mana shu uy haqida ba'zi bir faktlarni aytib beraman. Bilasizlarmi, bu aslida yagona uy butun dunyoda. Yosh bola ikkita katta erkakni, ikkita jinoyatchini adabini bergan. Bilasizlar, chunki dazmonlar, pizzalar orqali qolaversa uyda ruchkasini yondirgan holda ikkala jinoyatchini demak u haydab borgandi. Bu uyda deyarli hamma sahnalar olingan, aslida o'sha uy bilan bog'liq bo'lgan sahnalar albatta. Ayniqsa o'sha ko'chalari, ichkariga kirishi, lekin Kevin uxlaydigan, ota-onasi uxlaydigan joylar maxsus dekoratsiyalar qurilgan. Bu yerda joylashgan maktab ichida. Va shaxsan o'zimga bu kinoda eng yoqqan joyi bu samolyot ichida. Kevinning oyisi aytadi-yu, "Men dunyodagi eng yomon onaman, chunki farzandimni uyimda esimdan chiqarib qo'ydim." Shunda Kevin tog'asi aytadiki, "Hech xavotir olmang, men sizga hozir bir narsani aytamanki, sizga bu narsa dalda beradi va psixologik yordam beradi. Chunki men ham mana shu uyda o'z ko'zoynagimni esimdan chiqarib qo'ydim." Meni ona deb bo'ladimi? Qo'y endi. Men ham ko'zoynagimni qoldiribman. Bilasizlarki, aynan mana shu xonadon aslida juda ham qimmat. Yaqinda 2024-yilda bu xonadon $5,5 million ga sotildi va shunga yarasha mana juda katta remont ishlari ketyapti. Va bu yerda esingizda bo'lsa, katta o'rgimchak bor edi. Kevin o'sha o'rgimchakni olib, Marfni shunaqani yuziga qo'yadi. Aktyor Stern aytadiki, "Mayli, men roziman, agarda mana shu demak o'rgimchakni meni yuzimga qo'ysanglar. Faqatgina bu narsani bitta dublda olsak." Lekin o'sha paytda rejissyor Kris Kolumbus aytadiki, "Menda ham bitta shartim bor. Chunki u o'rgimchak juda ham qimmat va agarda u odamni sal balandroq ovozni eshitsa, uni yuragiga yorilib ketishi mumkin. Shuning uchun shart shundan iborat bo'ladiki, demak aktyor uni yuziga o'sha demak o'rgimchakni qo'yishgandan keyin bo'kirish kerak, faqatgina ovoz chiqazmasdan." Va aktyor Daniel Stern bu narsani katta mahorat bilan amalga oshirgan. Do'stlar, aynan mana shu uy shunchalik mashhur bo'lib ketganki, o'sha kinodan keyin hozirda bu yerda Chikagoda bu uy rasman tarixiy obidalardan biri deb hisoblanadi. Do'stlar, aynan mana shu demak uyni orqa tomonida syomka uchun maxsus bir demak uycha qurilgan daraxt ustida va keyin syomka tugagandan keyin bu uycha olib tashlangan. Va eng asosiysi, Donald Trump, hozirgi Amerika Qo'shma Shtatlarining 47-prezidenti ham mana shu kinoda qatnashgan, bilasizlar. Vaziyat o'zi shunday bo'lgan. Uy mana shu
demak kino 1990-yilda chiqqandan keyin shunaqa mashhur bo'lib ketgan va ikkinchi qismini New Yorkda olishmoqchi bo'lishgan va rejissyor Chris Columbus Plaza mehmonxonasiga kelgan o'sha paytda va kinoni aynan mana shu mehmonxonada olamiz deganda Donald Trump o'sha paytda mehmonxonani egasi edi. U aytdiki, mayli, shartnomaga imzo qo'yildi. Chris Columbus rejissyor unga pul to'ladi arendaga, hammasi zo'r va syomkaga bir kun qolganda Trump telefon qiladi Chris Columbusga. Aytadiki, bilasiz, men o'ylab ko'rdim. Yana bitta shartim bor. Men ham mana shu kinoda albatta rol o'ynashim kerak. Deganda rejissyor aytadiki, birinchidan menda rol yo'q siz uchun, chunki hamma rollar, aktyorlar tanlab bo'lingan. Ikkinchidan bunisi shartnomada yo'q. Shuni Trump aytganki, bilasiz, meni advokatlarim shunaqa bir sabablarni topib qo'yishadiki, bu kino mana shu mehmonxonada olinmaydi. Bu shartnomaga imzo qo'yilib bo'lganiga qaramasdan. Shunda rejissyor aytadiki, shu bilan spor qilib o'tiramanmi? Beparasat. Spor qilib o'tiramanmi? dedi va rozi bo'ladi. Oxiri shu bilasizlar, o'sha mehmonxonaga endigina demak Kevin kirib kelganda, reception qayerda deb so'raydi. Ya'ni o'sha paytda Donald Trump o'sha kinoda haligi ketmon ko'tarib o'tib ketgan desa ham bo'ladi. Kechirasiz, ma'muriyat qayerda? Koridorni oxirida chap qo'lda. Rahmat. Men aytaman-da, o'sha paytda axir mana shu kinoni rejissyori Chris Columbus emas, o'zimizni Ahad Qayum bo'lmaydimi? Axir Donald Trump iltimos qilgandan keyin mana shu kinoda rol ijro etishi. Axir o'sha yoki mana shu kinoda 3-jinoyatchi bo'lib Donald Trump paydo bo'lardi, menimcha. Yoki birorta alohida u demak Donald Trumpga alohida rol berilardi deb o'ylayman. Chris Columbus bizni Ahad Qayumdan bemalol dars olsa bo'ladi mana shu masalada. Do'stlar, nima uchun endi savolga javob. Nima uchun birinchi qismidan agarda $1,5 milliard foyda bo'lgan, lekin ikkinchi qismidan atiga deyarli shu $400 million foyda bo'lgan, ya'ni $117 million ga kamroq bo'lgan. Chunki kinoning ikkinchi qismi ekranlarga chiqqanda 1992-yilda juda ham katta raqobat bo'lgan. Xuddi o'sha yilda Disney'ni Aladdin multfilmi chiqqan va xuddi o'sha yili Whitney Houston'ni Telохранитель Bodyguard kinosi chiqqan va bu juda jiddiy konkurensiya bo'lgan. Va natijada prokat kamroq bo'lgan va afsuski ikkinchi qismida rejissyor kamroq pul ishlagan, atiga $117 million ga kamroq. Lekin bu kinoni haligacha nechta avlod ko'ryapti va menimcha hali ancha marotaba ko'rishadi. Do'stlar, sizlarga ko'proq qaysi qismi yoqadi Uyda yolg'izda? Birinchisimi yoki ikkinchisimi? Shaxsan o'zim o'tgan yili bu kinoni bosh qahramoni Kevin bilan, ya'ni aktyor Macaulay Culkin bilan tanishgan paytimda xuddi shu savol berganda, u aytdiki, menga ko'proq birinchi qismi yoqadi. Nimaga axir ikkinchi qismida New York, Donald Trump ham yo'q dedi. Birinchi qismida hamma narsa juda ham oddiy, oson va eng asosiysi samimiy tarzda bo'lgan. Keyinchalik esa qadriyatlar o'zgargan. Mana shu savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Sizga bu kinoni birinchimi yoki ikkinchi qismi yoqadimi? Javoblarni ushbu videoning tagida izoh tarzida kutib qolaman. Ungacha esa Mr. Otabek TV kanalida va Chicagoda, Vinyetkada, McAllisterlar xonadonida ko'rishganda, ko'rishguncha.